Navbatdagi savol. Ustoz, erim ikkinchi ayolga uylandi va 15 kundan keyin chiqisholmay ajrashib ketdi. U ayol mahrga uzuk bilan kitob so'ragan ekan. Erimning o'sha paytda imkoni bo'lmagandi. U ayol mahrini talab qildi. Erim mendan maslahat so'ragan edi. Men unga yordam berish uchun otam hadya qilgan uzukni berdim. Erim ajrashgandan keyin men unda hech narsamni qoldirmayman deb mahrga bergan mahrini ham qaytarib oldi. Men mahrni qaytarib olish mumkin emas, hech bo'lmasa uzuk qolsin deb ko'p bor aytsam ham hamma narsani qaytarib oldi. Uzukni menga qaytarib berdi. Men uni taqsam bo'ladimi yoki nima qilishim kerak? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu aytganingizdek bo'layotgan bo'lsa, u sizga harom bo'ladi olish. Modam berdingizmi, uni qaytarib olish, eringizni olishi noto'g'ri. Unda ishtimom qolmasin deb qaytarib olishi bir voqeani eslataveradi. Haligi maktabda o'qitilardi, chteniyadami, nimada rus adabiyotida o'qirdik, ya'ni Taras Bulbani voqeasida qochib ketishda trubkasi tushib qoladi-da, dushmanimga trubkani ham berib ketmayman deb qo'lga tushib qoladi deb uni mardligini maqtanlardi. Shunga o'xshab mana buni mardi maydon deyiladi-da, xotiniga hech nimani qoldirmay, hatto mahrigacha qoldirmay shipirib sirib olib kelib qo'ygan erkak. Bunaqa erkak, ya'ni bu nima degani bu? Işte mahrni ham unga qoldirmayman degani. Shariatni bilmaganligidan zulm qilgan bu ayolga. Ya'ni u ayol qarg'asa, shu qarg'ishi sizga ham uradi, eringizga ham uradi. Shuning uchun buni joyiga qaytaringizlar. Siz ham qaytaring, bering, eringizga ayting, olib borib bersin u ayolga. Chunki mahr ayolda mutlaqo haqqi uni. U kelishmagan bo'lsa, boshqa bo'lsa, uni shariy hal qilish kerak. Kelishmagan narsani shariy hal qilish kerak. Lekin u erkak o'zicha o'zi unda men mahrimni ham qoldirmayman deb tortib olishi bu noto'g'ri narsa, g'asb bu, g'asb. G'asb degani biror narsasini zo'rlik bilan tortib olish degani. Bilmadim, hozir men sizning gapingizdan olgan xulosada aytyapman buni. Balkim holat boshqachadir. Holatda ikki tomonda eshitib hukm qilinadi. Lekin hozirgi sizning gapingizdan shu chiqadi. Shar'an u narsa mahr deb berildimi, uni olish mumkin emas. Alloh taolo aytadiki: "Fala ta'khudhu minhu shay'a." Va in ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a. Agar ularga tog' misolichalik tilla bergan bo'lsanglar ham undan hech nima olmanglar, deyapti. Biror narsa olmanglar. Ata'khudunahu buhtanan va ithman mubina. Uni tuhmat bilan gunoh holatida olasizlarmi buni? Demak, buni olish ham dushmanchilik, ham tuhmat, ham gunoh bo'ladi bu. Ochiqdan ochiq gunoh bo'ladi. Ochiqdan ochiq zo'ravonlik bo'ladi. Bitta muslimaning narsasini tortib olish bo'ladi bu. Allohdan qo'rqinglar, taqvo qilinglar, olgan narsani qaytarib beringlar unga. Allohu a'lam.